Bugungi sanamiz 27-iyun. Shu kunda biz pomidorlarimizni ekib bo'ldik va birinchi ona suvini yaxshilab berib, Xudo xolasa mana ancha ko'chatlarimiz o'ziga kelib qoldi. Biz pomidorlarimizni 3 kun ekdik, kechga payt, chunki ishdan kelib ekdik va bizga 3 kun vaqt ketdi va birinchi kun ekilgan ko'chatlarimiz esa mana shunday o'zini tutib ancha chiroyli bo'lib qoldi va tomirlari Xudo xolasa shiddat bilan ketyapti. Bu yerga begimiz tashlab chopib chiqqanmiz. Yeri juda ham yumshoq va panshax yordamida olganimiz sababli suv juda ham ko'p ichdi. Xudo xolasa keyingi suvlarini ozgina qisqartirib boramiz. Chunki birinchi suvga, ayniqsa yozgi kunda juda ham e'tiborli bo'lish kerak. To'ydirib suv berishlik juda ham muhim. Ayniqsa yozgi o'rtangi bodringlarga. Ekish jarayonlarini ham videoga qo'ymoqchi edim. Afsuski, o'sha payti ishdan kelib kechga payt tezroq ekib olaylik degan maqsadda video olishga ozgina qo'lim tegmadi. Mana ekib bo'lganimizdan so'ng ertangi kuniga Xudo xolasa video tayyorlayapman. Bizda eng katta qilgan xatolarimiz to'g'risida so'z yuritmoqchiman. Chunki biz xatolarni ko'p qilganligimiz uchun o'sha xatolarimiz ustida ishlab bordik va eng muhimi birinchi ekishda eng katta xatolarimizdan bittasini sizlarga tanishtirib o'taman. Birinchidan eng katta qilgan xatom o'rtangi bodring hosil ekish uchun bu maslahat deb bir taklif sifatida qarashlarini so'rab qolardim. Chunki maslahatni o'rgatib olishgan darajada bilimga ega emasmiz. Faqat o'zimiz qilgan ishlarni sizlarga aytib o'tamiz. Birinchi ishimiz bu ikkita pomidorning orasiga bodring ekamiz va tomchilash shilanglari suv qo'yganimizda qotirib qo'yar ekan. Bu esa qancha suv mabeda suv kamaygan, nam kamaygan sari yer qotib ketaverar ekan. Bodringning tomiri esa yaxshi yurmas ekan va kichkina joyda bo'lar ekan. Bu esa hosilga juda ham salbiy ta'sir qilar ekan. Bu bizning birinchi xatomiz, yerda chopmasdan ekkanimiz bo'ldi. Bizda ikkinchi eng katta xatomiz bu issiq kunlarda bunga suv bergandan so'ng yerda mana shu yeri qizib, mana shu yerda ko'chatda nima bo'lar ekan, shu haligi tomiri sog'lom, tepasi sog'lom, mana shu imini mana shu tuproq tiyib turgan joyda tanasi yumshoqligi sababli bodring qisilib qurib qolishi juda ham avj olib ketar ekan. Buni oldini olish maqsadida biz mana bu Maximdan foydalandik. Endi ikkinchi berishimiz esa bu Redamil Gold bilan Maximni aralashtirib beramiz. Tagidan 100 gramdan quyib chiqamiz. Bu esa tomirda ham tomir chirishini oldini oladi va ikkinchisi tanasini qotirib, iminni mana shu yerda qurib qoladigan kasalligida oldini oladi. Biz buni o'zimizda ekib bo'lganimizdan so'ng bodringlarimiz qurib ketgandan qolganiga quyganimizda bu narsani sirazi to'xtatgan. O'zimiz boshimizdan o'tkazganmiz. Iminni Maxim, Redamil Gold. Agro aptekalardan so'rasalar berishadi. Juda ham yozgi ekinlarga tomir chirishi va tanasi qurib qolishini oldini oladi. Bu juda ham muhim. Bu ikkinchi xatoimiz bo'lgan. Mana shularni takrorlamaysizlar degan umiddamiz. Uchinchi xatomizga keladigan bo'lsak, uchinchi xatomiz bizga shu bo'lganki, mana shu ko'chat tagiga 1,5 kilodan yozdi kunida, bahorda emas, yoki kuzda emas, imini yozda begimiz tashlaganmiz. Begimizni o'zi yozda qandaydir suvi shimimay qoladimi, tomir yaxshi ushlamaydi, saltisi ko'tarib ketayotgan bo'lib qoladi va tez qurib olishini bo'lib qo'ygan. Bu esa bodringda nam qochib ketavergan, tuproq bo'lmaganligi sababli mana shu begimizda yozdi kunida imin tagiga tashlash ham eng katta xatolardan bittasi ekan. Biz shuni xatolar qilmaganmiz. Bu safar qilmaslikka harakat qildik va mana shu ekilayotgan joyda undan oldingi videomizda ko'rsalar bo'ladi. Mana shu ekadigan joyimizga tashlab chiqib, panshax yordamida ag'darib chiqdik va yana yer tagi havo oldi, ham tuproq aralashib ketdi. Endi hozir buni mana shu yerlarda ham begimiz bor. Hamma joyda mana shu nam tiyib turgan joyda pashta hamma joyda begimiz bor. Buni mana shu tuproqdan ham ko'rsak bo'ladi. Hozir kameralarga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin mana shu tuproqlarda begimiz borligi yaqqol sezilib turibdi. Bu bizda esa shu bodringlar tagiga imini yozda bir kosadan yoki undan ko'proq begimizning o'zi turgani bizda eng katta xatomiz bo'lgan va buni biz qilmadik.
Biz Maksimga botirib ekdik. Dozasini 10 litr suvga 7-8 grammdan, başta 10 grammdan ham qo'shib turib, botirib ekdim. Har bittasiga botirilib обязательно ekilgan. Bu Maksimni ko'chatlik davridayoq tagidan quyishlikni boshlaganman. Bu esa bizda yana bitta yutug'imiz bo'ldi, chunki ko'chatimiz shu oldindan issiqqa, hali uncha suv kamlik bo'lmasa ham tanasini qotirib, yaxshi rivojlanishini menimcha foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki mana ekib bo'lgan bo'lsak ham, Xudoga ming qatla shukr, hozircha birorta ko'chatimiz nobud bo'lgani yo'q. Bundan keyin nobud bo'lmasin, Xudo xolasa. Xudo xolasa ortiqchasi bilan ozgina olib qo'ydik. Hozir u ko'chatimdan ko'rsatib, tomir holatini men sizlarga ko'rsatib beraman. Tomiri shu tomirga shu rotterdan foydalanganman. Hozir rotter idishini ham Xudo xolasa ko'rsataman. Bodringlarimiz turishi ajoyib. Bizda yana bitta narsa, bu yil juda ham katta yutug'imiz bo'ldi. Bizga bu o'zimizga ishonch bo'ldi. Nimaga ishonch bo'ldi? Biz ko'chatni o'zimiz ham chiqara olar ekanmiz. Shu narsani o'zimda sinadim va juda ham xursand bo'ldim. Endi Xudo xolasa mana hozircha turishlari yaxshi. Birinchi suvlarini berdik. Juda ham go'zal holatda. Bizni hozir juda ham xursand qilgani shu ko'chatlarimizni o'zimiz chiqarganligimiz sabablimi yo emlamalarini, shunday Maksimlardan foydalanib, rotterlardan foydalanganligim uchun tomir qismida muammolar bo'lmadi. Tomir juda ham chiroyli yurgan. Faqat kassetada qisilib qo'ygan. Mana endi mana 2-3 kun oralig'ida sirazi ekilgani sezildi. Juda ham go'zal holatda. Iloyim duolar qilib tursalaring, hamma dehqonlarga bo'lsin, Xudo xolasa, shu qatori bizga ham bo'lsin. Bu sonada eng muhim ishlarimiz bittasi bo'ldi. Ikkinchi muhim qilayotgan ishlarimiz mana shu yurayotgan yo'llarimizga suvni qo'yib, buni ham yo panshax yordamida, lapatka yordamida bitta lapatka ag'darib chiqishni niyat qilyapmiz. Hozircha Xudo xolasa mana shu ishlarimizni qilsak, uncha hamda o'sgan o'tlari ham yo'q bo'lib ketadi. Sona juda go'zal holatda turadi. Chiroyli bo'lsa, kirib qaragan sari qaragiz kelaveradi. Bizga bir akamiz savol berdi, bu ko'chatni eksiz qachonda hosil olasiz dedi. Bu hosil olishni Xudo xolasa kanalimizni kuzatib borsalar ham birga Xudo xolasa hosillarini ham teramiz. Nematoda masalasiga kelayotgan bo'lsak, biz xonamizda Xudo xolasa alaminaga ming qatla shukr nima tushmas ekan. Nematodi qandaydir emlangan bo'ladi deb aytdi. Rost ekan, nematoda tushmadi. Unga umuman vidat yo qarshi kurashlar bo'lmadi. Bunga menimcha agar harakat qilamiz, bironta bir marta bo'lsa ham vidat quyishlikni reja qilib turibmiz. Bir 100 grammdan, 150 grammdan vidat quyamiz, oldini olish maqsadida. Bilasizlar, vidat juda ham kuchli zahar hisoblanadi. Ekinda 40 kungacha yuradi degan joyi bor. Shu maqsadda biz bir marta vidat quyamiz, xolos, ikkinchisini quya olmaymiz. Chunki hosilga kirib qoladi. Shu bir marta vidat quyishlikni reja qilyapmiz. Shu ko'chatlaringiz hech ortiqchasi bilan bo'lgani ham yaxshi, chunki hamma narsa bo'lishi mumkin va hammasi Allohdan. Keyin ko'chatlar ham bir xil bo'lsa, bir xil o'sadi, bir xil quyosh tegadi. Arqamaga urug' ekkani sari unguncha bunisi katta bo'ladi. Bir xil katta bo'lsa, bir xilga soya berib bo'lmaydi. Shu o'zimiz nima qilgan, bittasi katta bo'lib ketadi, ikkinchisiga olib tegmaydi. Mana shunday har xil bo'lib ketib, hosillarga ham bir o'shancha iloji boricha ko'chatni hammasini bir xil qilishlikni oldini olib ta'minlash kerak ekan. Bu juda ham katta dehqon uchun o'ziga ham yaxshi. Bir xil katta bo'lsa, bir xil hosil terasi, Xudo xolasa. Biz aytganimizdek xonamizni shu quvla quyosh botar tomonimiz, bu tomon quvlamiz hisoblanadi. Mana shu tomonni ochganmiz va yon tomonni. Hozircha bizga mana shu yetib turibdi. Tepada umuman bizning lyukimiz yo'q. Agar iloji yangi xona qurayotganlar bo'lsa, lyuk qo'yishligingni tavsiya beramiz, chunki lyukning o'rni juda ham boshqa bo'lak bo'lar ekan. Mana shu tomonlar ochiq. Biz bir tonali bo'lishganmiz. Hozir soatimiz 10 ga qarab ketyapti. Mana Xudoga shukr, barhavo bo'lib turibdi. Grasimiz ko'rinyaptimi sizlarga? 34-36 ga qarab ketyapti. Ya'ni havo isigan sari aralashib ketsa kerak. Lekin yaxshi. Barhavo, fortikalar endi daxli qolmadi ham shekilli. Kirayotgan havo qanchalik bo'ladi? Mana shu tarafdan bu tomonda ochsak bo'ladi, bu tomonda arig'imiz bor. Ajralib o'sib yotibdi. Shu sababli ochmadik. Har qanday harshorat, pashorat kelib qolsa, oldini olish maqsadida. Bu tarafimizda kartoshkamiz bor. Xudo xolasa kartoshkamizni ko'lab olsak, bu tarafda ham o't qolmaydi. Hammasi zo'r bo'ladi.
Do'stlar, hozir men uyga kirib ko'chatda ham tomir holatlarini sizlarga ko'rsataman. Ko'rasizlar. Shu ko'chatlik davridayoq bu bodringimiz Xudoga ming qatla shukr quyoshga turib katta bo'ldi. Bu esa sonamizga kirganda naborot yaxshi bo'ladi. Chunki salafana ma'lum miqdorda loy suv sepilgan, ancha xira bo'lib qolgan. Ko'chatimizga baribir sal soya bo'lib turadi. Ko'chatlarimiz katta bo'lishiga. Hozircha yaxshi. Endi Xudo xolasa buni endi shu kalsiy birma-bir adini birinchi tomir rivojlantiruvchilardan sekin kalsiy 3.8 3.20 qilib ketaveramiz. Bizni kanalimizni kuzatib boring. Qo'ygan videolarni ham ko'rasizlar. Hozir ko'chatimizni tomir holatini ko'rsataman. Bizda sonamiz chopadigan pashag'imiz mana shu bo'ladi. Bu bechora ham qariganligidanmi, yerimiz qattiqligidan bitta tishi sinib tushdi. Bechora. Endi nima ham qilamiz? 3-4 ortib qo'ygan ko'chatimiz mana shu. Bu sal keyinroq kelgan ko'chatimiz. Bu esa undan jicha oldinroq ortib qo'ygan ko'chatimiz. Bu kasetalarda, bu kasetamiz 50 talik. Buni hozir mana birgalikda tomir qismini sizlarga ko'rsataman. Mana tomiri. Menimcha kameraga ham ko'rinyapti. Juda ham go'zal holatda. Oq tomirlar hammasi sarg'ayib ketmagan. Mana shunday ekdik. Bu esa mana opto tushib turibdi. Hozir men shu setgan salqindaman. Mana shunday optoni ham ko'rib katta bo'lgan, mana turibdi. Shuning uchun sonaga kirganda ham temperatura o'zgarmaydi. Bu esa bodringimizni tez yaxshi rivojlanishini oldini oladi. Tomirlari juda ham go'zal. Menimcha bitta ko'chat bo'lsa, menimcha shunchalik bo'ladi. Ham ekishga ham yoshi juda ham mos deb o'ylayman. Ona barkini hisoblamasak, ikkita bak chiqargan, ikkinchisi ko'chatimiz mana shunday holatda bo'ldi. Mana sizlarga tomirlari juda ham go'zal. Mana shunday ekdik. Bularni endi dadasi mabodasiga olib qo'yganmiz. Ekilsa, Xudo xolasa. Mana shunday.